Nan satımen nan. Mağnandan işkini bering. Nan satımen. Nan satımen. Erib ketdim. Bilamaja bog'ridi. Üçüncü inim. Belim ağrıp ketdi. Bekli ağrıp ketdi. Qandaq degan gap bu? Nemish bo'lganda? Axlatni mushundaq tarsiz bo'lamdi. Shu emasmi? Hoshim, sen bek axloqsizkansan. Sening sesiq mevangning puruqi mening kopimga singib ketibdi. Bu mening yerim. Meni qayerga tashlagim kelsa, shu yerga tashlayman. Bu degan axloqsizlik, axlatni axlat sanib tashlashimiz kerak-ku. Mening mevayman mush yerda. Mush mening yerim. Qayerga tashlagim kelsa, shu yerga tashlayman, qadar. Sen nimandaq yo'qsiz? Sen boshqaramaysan. Axloqni ayirayli. Bo'ldi. Kichkina ishni deb qo'shninglarning ko'nglini og'ritib qo'ymanglar. Hozir ish hal bo'ldi. Ko'pchilik savdolarni qilinglar. Ko'rdinglarmi? Odam asli oq ko'ngil bo'ladi. Shundaqmi, Taqay? Taqay? Taqay, nima ish qilyapsan? Uyg'oning. Kim o bu? Nasirdan kango. Men sizni savoqni qabul qilib obdan ishlandikin desam, yana o'g'irlik qilib yetibsiz-ku. Yana taqi akangizni yasipirish hisobsiz. Sizga faqat amal qilamadim. Nasirdan elishib qoldingizmi? Men shu cho'ng aksi-ku. Siz cho'ng aksimi? Undaqda av yasipirayotganichu. O mening 3-chi ukam. Men ukamga tamoq akagan. Bu yerda uxlab qoptiman. Nasirdan. Men cho'ng. Aka. Men aka. Bu men 3-chi inisi. Yolg'on aytmabsiz. Siz rostla 3-chi inisikansiz. Sen bana ishongan, men cho'ng aksi. Hargiz yolg'on aytmayman. Qara, ukam yerni supurib bo'ldi. Biz endi uyga qaytamiz. Ishqanlar to'xtab turinglar. Ikkinchi o'g'il keldi. Uni chaqirib kelinglar. Deydigan gapim bor. Ikkinchi aka. Cho'ng aka, inim. Siz 3-chi inisi yolg'on so'zlab, odam aldab, yana akangizni yasipirish hisobsiz. Hozirmi gap ta'sir qilmaydi-kan, ha? Men xato qildim. 3-chi inimga yon besib yolg'on aytmasam bo'pti-kan. Ininglarni yaxshi ko'rdiganliginglarni bilaman, ammo u hozir cho'ng bo'ldi. O'z kuchiga tayinib jon boqquchiligi bor. Sizlar hargiz uni umr bo'yi beqib ketamaysizlar. Hamon bir kuni u yolg'iz yashaydi. Nasirdan sening deganingni tushunamiz. 3-chi inimni biz aka o'tib qo'yibdimiz. Lekin uning jabha tortishiga qarab tura olmaydi ekanmiz. U bizga kelib yolursa, biz shu amal tepildi. Sizlar sal turib etizg'i berib meni saqlanglar. Sizlar xil atigin kepsizlar. Nasirdan bugun bizni nimaga chaqirtdi? Gapimni anglanglar. Men faqat sinab boqmoqchi. Sinab? Qanday sinab boqmoqchi? Kelinglar, bu kaltakni ilinglar. Bugun siz yana og'diring. Bu ikki kaltak sehrli kaltak. Buni men ilib olaman. Sal turib qaytib kelganda shu chaqda kaltakning uzunligini silishtirsaqlar, o'g'irlik qilgan qilmaganliginglarni bilgili bo'ladi. Bu qadam Nasirdanning gapini anglab, ishni puxta qilaylik. Tushdi biz sana tamoq akilib beramiz. Cho'ng aka, ikkinchi aka. Sizlar xotirjam bo'linglar. Bo'ldi, biz malaylik. Nima sehrli kaltakkan u? Meni aldab, men unchoqlar to'tamas. İnimiz qani? O yedigan. Bu inimizni zahab.
Akılarım, beni yalnız taşlap koymanglar. Akılarım, ben hatalarımla Ne oldu, inem? Ben çokum yaxşı Ne işleymen. Öz güçümgü tayinimen. Aka, ben çokum öz güçümgü tayinimen. Vay can, qosuğum, vay qosuğum. Vay qosuğum. Ne bo'lgansa? Bir ish bo'lmaganda. Ne bo'ldi? Inem. Vay qosuğum. Endi qanday qilamiz? Biz uningga ishlab beraylik. Ikkinchi inim unutib qolma. Hozir uchinchi inimiz cheniqyotidi. Lekin u bu holi bilan Vay qosuğum, vay can. Vay. Bek ağırıp gidiyordu da. Vay can, boldu talaşmanglar. Ben chidayalayman. Ben chidayman. bu uchinchi inim ishingni yanada biz qilib beraylik. To'g'ri. Lekin hali sehrli kalta. Biz qanday qilamiz? Akila, o yalgan. Biz bir qitim aldınıp boldak. Hem de herkes aldanmaylı. Shundaq. Uning bilan korimiz bo'lsin. Hey. Her halde mening amalim bor ekan. Qarag'ana taqay. Bu kaltak bilan uning qo'lidagi kaltak ikkilisi bir kecha suvga chilangan. Hozir uning qo'lidagi kaltak kunduzi aptab turib qurib ketdi. Shunga u kaltak qisqarib ketadi. Bo'ldi, mangayli. Bu uchinchi inim. Bu Nasırden, ben Ağdurga yerden razı oldun mu? Bu yerni siz ag'dirgandek qilmaysiz? Qandaqsiga, Akila, sizlar gap qilsanglar-chu, ha? inimiz og'dirgan. Undaqda sehrli kaltakni menga bering. Bo'ladi. Mana. Hey. Bu mümkün emas. Bu zodi qandaq ish? Qandaq? Rost gapni qiling. Nasırden, ben hataligimni to'nidim. Mundaq bo'lsin, sizga yana bir qatim fursat beray. Bu sehrli kaltakni ilib bilang. Yana yaxshi ishlamasangiz, u chaqda Bo'ldi deyma. Gap qilma, men bildim. Bu Vay can. basan bo'lmaydi. Uchinchi inim g'ayrat qilib yaxshi ishlagan. Bo'ladi.